Yurak og'risi har doim chap qo'l og'riydi. Yurak og'riganda doim ham chap qo'l og'rimaydi. Ayrim holatlar og'riq jag'ga berilishi mumkin, kuraklar orasiga berilishi mumkin, o'ng tarafga ham berishi mumkin. Har doim chap qo'l og'rishi shart degani emas. Lekin chap qo'lga og'riq berganda gumon qilish mumkin. Faqat keksalarda infarkt bo'ladi. Faqat keksalarda emas, yoshlarda ham uchrashi mumkin. Hatto mana 40 yoshdagi insonlarda ham infarkt kuzatilayotganini ko'ryapmiz. Ayollarda yurak kasalligi kam uchraydi. Ayollarda to 55-60 yoshgacha erkaklarga nisbatan kamroq uchraydi, lekin boyagi klimaks davridan keyin ayollar va erkaklar o'rtasida uchrashi teng bo'ladi. Yurak kasalligini faqat qonni tekshirish bilan aniqlasa bo'ladi. Faqat qon tahlili bilan yurak kasalligini aniqlab bo'lmaydi. Miokard infarkti bo'lgandagina buni aniqlash mumkin, lekin boshqa kasalliklarini va boshqa yurak ishemik kasalliklarni aniqlash uchun boshqa EKG, echo va boshqa tekshiruvlar kerak. Sportchilar infarkt bo'lmaydimi? Sportchilarda ham infarkt kuzatiladi. Ayniqsa ular haddan tashqari og'ir yuklamani yurakni tekshirmasdan berishsa yoki nasliy yurak kasalliklari uchrasa yoki ularga turli xildagi yurakka zarar keltiruvchi steroid vositalari qo'llanilgan bo'lsa. Yurak dorisini ichsangiz hamma muammo hal bo'ladi. Faqat dorini o'zini ichib yurish bilan muammo butunlay hal bo'lmaydi, chunki dorilarni korreksiya qilish, to'xtatish, qo'shish, dozasini o'zgartirish katta ahamiyatga ega.